Salom do'stlarim, ChatGPT orqali qalay tarot ochamiz, soni o'rgatadigan bo'laman. Birinchi navbatda tarot deganimiz ne zat? Tarot bu kartalar orqali sizning podsoznaniyangizda o'qiydigan psixologiyalik bir texnika turi bo'lib hisoblanadi. Ko'pincha astrologiya hamda numerologiya bilan bog'lansa bor. ChatGPT ga sizlar men haqida tarot qara deb aytmaysiz. Qalay so'rab beruvdi, birinchi bilib olasiz. To'g'ri, aniq, mo'shni javob bilgingiz kelsa, shunday aytib tarot kartasi sotib olishingiz kerak. Tarot kartani seqana o'zingizga tegishli bo'lishi kerak. Ya'ni tarot kartani iyesidan boshqa inson tegishga bo'lmaydi. Shunday bo'lib, tarot kartasi sotib olganingizdan keyin kartalarni olasiz hamda so'rovingizda o'sha tarot kartalarga so'raysiz. 7 ret chavasiz, 3 ret so'rab berasiz. Misol uchun, Faridaga yaqin arada aqsha keladimi deb 3 karta tanlaysiz. O'ygan yerda tanlaysiz. Qolgan arasidan qolgan bir 3 karta tanlaysiz. Hamda buning usining suratlarini deb chiqarasiz. Fotosini surtga tushirib, ChatGPTga berasiz. Qalasangiz o'zbekcha so'rang. Farida uchun pul bo'yicha nimalar kelishi, qachon pul kelishini, qanaqa qilib kelishini savol berdim va bu kartalar chiqdi. Menga bu kartalarning javobini ayting deb tarot kartangizni fotosini chiqarasiz ChatGPTga. Bu kezde mo'shni yig'ilib javoblar shishi mumkin. Har doim tarotda qattiq shin ixlosingiz bilan qaratadigan bo'lsangiz, shu kezde turish chiqadi. Qattiq nizat kerak, qattiq neni bilgingiz keladi, so'ni so'rang. Agarda yilida ko'plab ma'lumot bilgingiz keladi, yilida ko'plab tarotdan o'zingiz tarot ochib o'rgangingiz keladigan bo'lsa, unda meni noyabrdagi kursima yozilsangiz bo'ladi.